Bu uchadi, uxladi va bugun biz Team universiteti Ground Zero HM Partners proyekti asoschisi Hikmat Abdurahmonov bilan suhbatlashamiz. Ancha bo'ldi chiqmagan. Qani keting. Bu birinchi O'zbekistondagi tadbirkorlik universiteti. 150 ta 200 ta talaba bo'ladi. Jami bir 700 ta 800 ta talaba bilan stabillashsak kerak. Nima ish qilgansiz o'sha 16 yilda? Voy, qilmagan ishimiz yo'q. 50 ya'ni proyektlar uchgan va uxlagan proyektlarning soni. Keyin haligi sherik do'stim pul olib yo'q qo'ydi. Do'stimiz ekanda. Universitetning ochilishi to'g'risida xabar chiqqanini o'zi katta marketing. Qanaqadir adolatsiz raqobatga aylanishi yoki qaysidir monopol kompaniyaga yuzma-yuz uchrashingiz xavflari albatta bor. Biz o'qib yurganimizda domlalikka yetib bo'lmasdi. Men falonchi biznes qildim yoki qilyapman, bunaqa ishlar bilan shug'ullanyapman. Tadbirkorlik va ya'ni qo'yib chiqamiz va maqsad shuki, ya'ni bitta kichkina nishani olib, o'sha yo'nalishda katta yutuqqa erishish hozir oson. Bizda marketing, biznes pul topa olmasligimni tushundim. Tashabbus chiqara olmasligimni tushundim va umuman juda ham zerikarliligimni tushundim. O'zbekistondagi tekstilni biz Rossiyaga sotamiz deganmiz. Fokusni bitta narsaga qaratish kerakmi yoki haqiqatan seriyni bo'lsa bo'ladimi? Taxminan shu 24-25 yoshlarimda uxlagan. Bu uchadi, uxladi va bugun biz Team universiteti Ground Zero HM Partners proyekti asoschisi Hikmat Abdurahmonov bilan suhbatlashamiz. Ancha bo'ldi chiqmagan. Qani keting. Haftada necha marta shunaqa dars bor? Haftasiga hozir 2 ta seminar darsim bor. Entrepreneurial mindset, ya'ni tadbirkorlarning fikrlashi to'g'risida 3-kursga dars beryapmiz. Professorim bor, Alex degan. Men seminarlarni o'zim yozganman, ya'ni amaliy ko'proq suhbatlar, case study'lar, ular ma'ruzalarni beradilar. Juda ham qiziq. Обязательно teleksiz kelaman. Hozir sizni kutganimizcha universitetlar aylanib chiqdik va bu birinchi O'zbekistondagi tadbirkorlik universiteti. Shunaqa. Ya'ni endi qarangki, xususiy universitetlardan bizdan oldin bir 2tami 3ta universitet ochilgan, lekin ularning fokusi tadbirkorlik emas. Aynan tadbirkorlik yo'nalishida biz ilk bor boshladik, chunki birinchidan ta'sischilar hammasi tadbirkor biznesmenlar va bizning britaniyalik hamkorimiz ham u ham aynan tadbirkorlik yo'nalishida juda ham kuchli. Shuning uchun talabalarimiz ko'pligi startaplarga, o'zini biznesini ochmoqchi bo'lgan yoki umuman biznesga qiziqqan, tadbirkorlikka qiziqqan yoshlar bizga kelgan birinchi bo'lib. To'g'ri. Men o'zimni taassurotimni sizlarning reklamanglardan keyin saytingizga kirib anaqa qildimda, qurdim. Keyin u yerda haqiqatan tadbirkorlik universiteti yozib qo'ygan, lekin siz o'zingizni so'zingiz bilan qisqa lo'nda qilib 3 ta farqligi boshqa universitetga qaraganda universitet. Qarang, asosiy farqimiz, birinchi farqimiz bu amaliyotga juda ham katta urg'u beriladi. Ya'ni mana klassik an'anaviy oliy ta'lim oladigan bo'lsak, sizda ko'proq ma'ruzalar, leksiyalar, ma'lum bir qanaqadir hozir proyekt ustida ham ishlashlar joriy qilingan ba'zi universitetlarda, lekin amaliyotni ko'proq 3-4-kurs yoki bitirgandan keyin boshlanadi. Bizning farqli joyimiz shuki, birinchi kursdan boshlab kompaniyalar bilan hamkorlik, industry relations deymiz, ya'ni biznes bilan universitetning o'rtasidagi aloqalar birinchi kursdan boshlanadi. Shuning uchun talabalar birinchi fanlardan boshlab tadbirkorlar bilan uchrashadi, ular bilan biznes nonushtalar qilishadi. Ularning kompaniyalarida turli xil stajirovkalar o'tishadi. Stajirovka demak birinchi kurs o'zidan boshlanadi. Birinchi kurs o'zidan boshlaymiz. Bu birinchi muhim narsa. Keyin bu yerda dars beradigan insonlarda ham juda ham kuchli industrial tajriba bor. Ya'ni an'anaviy domlalarni qarasangiz, ular ko'proq PhD, domlalik va umuman ko'proq nazariy hayot. Bizdagi dars beradigan insonlar hammasi amaliyotdan chiqqan insonlar. Albatta ularda ham akademik background juda kuchli, lekin undan tashqari katta urg'u ularni amaliy tajribasiga berilgan. Bu birinchi omil. Ikkinchi omil endi yana nimani aytishimiz mumkin? Buyuk Britaniyaga partnyorimiz ham aynan bizning dasturlarni ko'rsangiz, mana 3 ta dasturimiz bor. Tadbirkorlik va xalqaro biznes, tadbirkorlik va marketing va tadbirkorlik va raqamli innovatsiyalar. U yoqdan keladigan bilim, aynan curriculum, ya'ni o'quv dasturlarini yaratganda ham juda ham katta tadbirkorlikka urg'u berilgan. Ya'ni tadbirkorlik va nafaqat bu qanaqadir amaliy narsa, balki
nazariyaga ham amaliyot, nazariyada ham tadbirkorlikka katta urg'u berganmiz. Misol uchun fanlarni sanab chiqadigan bo'lsam sizga bu iqtisod va tadbirkorlik, tadbirkorlik va moliya, tadbirkorlik va ya'ni qo'yib chiqamiz va maqsad shuki, aynan tadbirkorni dunyoqarashini bularga yoshlikdan o'rgatish. Biz endi qachon o'rganganmiz tadbirkorlik qilish? Ko'proq universitetni bitirganingizdan keyin orada ishga o'rishdik. Shunga o'xshagan narsalar. Bizda aynan universitetdan va bugungi kunda nechta bo'lajak tadbirkor o'qiyapti? Hozirgi kunda 300 ta talaba bor bizda. Hozirgi kunda 3-kursda bir taxminan 70 ta talaba o'qiydi. Ikkinchi kursimizda taxminan 110 ta va birinchi kursga biza 150 ta talaba o'qiymiz. Maqsad qanaqa bo'lsa? Nechta o'qitmoqchisiz? Maqsad endi bilasizmi, bu yerda ana negativ, ijobiy diskriminatsiya desa bo'ladi. O'qishni boshlashgandan keyin mana 150 ta talaba boshlasa, 4-kursga hamma ham bitirmaydi. Ya'ni haqiqatan tadbirkorlik yoki bizning universitetda o'qimoqchi bo'lganlarni saralab qoldiramiz, lekin o'rta me'yorda har yili mana stabil raqamlarga chiqqanimizda 150 ta 200 ta talaba bo'ladi. Jami bir 700 ta 800 ta talaba bilan stabillashsak kerak. Tushunarli. Ketdik. Mana degan tadbirkorlik to'g'risida gaplashyapmiz va o'zingiz haqida aytsangiz, qanday qilib siz tadbirkorlikka kelib qolgansiz? Aslida men umuman tadbirkorlikka qiziqishim bo'lmagan, qaysiki shu aynan kasb sifatida qaramaganman. Albatta bilib bilmay shu 16 yoshlardan, teenagerlik paytidan qanaqadir harakatlar qilib yurganmiz. Lekin o'shanda mendan so'raganingizda bu asosiy biznesingga aylanadi deganingizda umuman hayolimga nima ish qilgansiz o'sha 16 yilda? Voy, qilmagan ishimiz yo'q. Pul topish yo'lida mashina ham sotib ko'rganmiz, keyin kompyuterlar ham yig'ib sotib ko'rganman. Keyin do'konim bo'lardi. Ikkinchi kurs, universitet ikkinchi kursida hammaga yetmasdan bitta do'stim bilan birgalikda shu kichkina do'kon ochganmiz. Qiziq farq shuki, qarang, bizda o'qib yurganimizda domlalarga yetib bo'lmasdi. Men falonchi biznes qildim yoki qilyapman, bunaqa ishlar bilan shug'ullanaman. Gap u yerda emas, mumkin bo'lmagan. Ya'ni siz faqat full time 100% talaba bo'lishingiz kerak. Biza hozir aynan hali farqlar bo'yicha ham so'radingiz-ku, biza bu yerda qaytanga encourage qilamiz. Birinchi kursdan ularga aytamizki, qilinglar, shug'ullaninglar, biza yordam beramiz. O'sha g'oyalar bilan kelinglar, biza sizlarga feedbacklar beramiz qilayotgan ishinglar ustida. Shuning uchun talabalik davrimizda men do'stlarim bilan qanaqadir sheriklik, hamkorlik ishlarini qilib yurganmiz. Endi aynan o'zi asl ishim davlat ishi bo'ladi deb o'ylaganman. Qaysi yo'nalish? Diplomat yo'nalishida? Yo'q, xalqaro iqtisod yo'nalishida. Xalqaro iqtisod, xalqaro savdo, tashqi iqtisodiy aloqalar vazirligi bor, bilsangiz, o'shani qoshida korxonalar bo'lardi. Bizani ko'proq o'shanga tayyorlashgan. Ya'ni mamlakat nomidan tashqi savdo qilish, mamlakat nomidan xalqaro iqtisodiy munosabatlar. Ishlab ko'rdingizmi davlatga? Ishlab ko'rdim, 1,5 yil. 7. Menga keragidan ortiqcha bo'ldi. Pul topa olmasligimni tushundim. Tashabbus chiqara olmasligimni tushundim va umuman juda ham zerikarliligini tushundim, chunki menga taalluqli emas, o'zimning shaxsiy tashabbusim emas. Shuning uchun qayerga borib taklif bersangiz ham unaqa encourage qilinmaydi, ya'ni sizga hech kim "Молодец, zo'r, yaxshi qilyapsan" deyilmas ekan. Nimadan boshladingiz? Xo'p, qarang, akamni korxonalarida yordamchi bo'lib yurdim. Ular aynan oilamizda birinchi bo'lib tadbirkor bo'ldilar. Ularni qo'llarida shogird bo'lib yurdim bir necha yil. Nima yo'nalish u? Shu savdo, ayniqsa Turkiyadan mahsulotlar olib kelib sotardik. Qanaqa mahsulotlar? Birinchisi aynan ularni yordami bilan ilk kapital berganlar. Turkiyadan uskuna olib kelib sotardik. Konditer uskunalarini sherigim bilan, do'stim bilan shug'ullanardik. U yerda ancha pul yo'qotdik, topdik ham, lekin zo'r tajriba bo'lgan. Tasavvur qiling, chet el kompaniyani egalari bilan siz o'sha paytda adashmasam 18-19 yoshli bolalar Turkiyadan uskuna olib kelib sotgan. Shuning uchun ham bo'lsa kerak, yo'qotganmiz pul, chunki bizani jiddiy tadbirkor deb o'ylashmagan, lekin zo'r tajriba bo'lgan. Bu bir, keyin Turkiyadan biza shisha olib kelardik. Mana Shishijam degan kompaniya bo'ladi. Pashabag'chi bilasizmi? Pashabag'chini biz ilk kompaniyalar bo'lib importyor bo'lganmiz. Import qilgan kompaniyalardan bo'lganmiz. Keyin mana hozir bilasiz, Art House, boshqa magazinlar bundan keyin katta bo'lib rivojlanib ketdi. U ham akalarimizning bizneslari. Ya'ni u yerda birinchi ilk tajriba zo'r maktab bo'lgan.
Undan keyin 2006-yil shu Xitoy bilan ish boshlangan. Xitoydan ham uskuna og'ir texnika deydimi? O'qishdan keyin mana Buyuk Britaniyadagi o'qishni bitirib, kattaroq ish qilaylik deb men kursdosh do'stlarimga shu taklifni berganimda, ular ham ishini qoldirib, birga keyin ketganmiz, 4 kishi bo'lib. Bu keyin albatta birinchi yil qiyin bo'lgan, oson bo'lmagan, lekin ancha yirik biznesga keyin aylanib ketgan. Xitoydan uskuna olib kelish, xomashyo olib kelib sotish. 2006-yildan taxminan 16-yilgacha mana shu 10 yil juda ham zo'r biznes bo'lgan. Bizning proyektimiz uchadi uxladi, bilasiz. Va hali shunday bir sidra uchga proyektingiz emas, balki uxlagan proyekt to'g'risida gapirib ketdingiz, rosa pul yo'qotganmiz deb shuni batafsil aytib bersangiz. Bilasizmi Shohruh aka, mana ayniqsa necha pul konkretni yo'qotgan? Men ana shaxsiy statistikamda taxminan 50-50, ya'ni proyektlar uchgan va uxlagan proyektlarning soni. O'zi bizda hamma seriyni tadbirkor-ku, ya'ni ko'p proyektlarni qilishni yaxshi ko'ramiz. Seriyni предприниматель. Misol uchun taxminan 7-8 ta proyektda muvaffaqiyatli ishlayapti, ishlab kelgan va ishini davom ettiryapti va taxminan shuncha proyekt uxlagan. Shuning uchun haligi men sizga aytgan proyektim bu ilk uxlagan proyektlarimizdan o'tdi. Taxminan adashmasam men shaxsan o'zim bir 50 ming yo'qotganman. Endi bu taxminan shu 24-25 yoshlarimda uxlagan, ya'ni bir 3-4 yil ishlagan, yaxshi bo'lib kelgandek, keyin haligi sherik do'stim pulni olib yo'q qo'ygan. Do'stmas ekanda. Endi u paytdagi sinfdoshim, qarang, shunaqa holatlar bo'lib turar ekan. Shuning uchun menga juda ham katta dars bo'lgan. O'sha uskunalar, uni olib kelish, o'rtadagi оборот kapitali, mana shular hammasi men endi meni xatoyim deb hisoblayman. Keragidan ortiqcha ishonib borganman. Men ko'proq o'tda tashkiliy savollar, qanaqadir biznesni rivojlantirish to'g'risida shug'ullangan bo'lsam, u do'stim, haligi sinfdoshim, sherigim aynan kundalik boshqaruv bilan shug'ullangan edi. Misol uchun biznes strategiya yoki marketing strategiya noto'g'ri bo'lgan nuqtai nazardan yurmagan, uxlagan proyektlar bormi? Qanaqadir gipotezali qilgansizlar, o'xshamagan, nimagadir talab bo'lmaganmi? Shunaqa. Bitta biznesimizni, mana bizning gipotezamiz bo'lgan, O'zbekistondagi tekstilni biz Rossiyaga sotamiz deganmiz. U biznesimiz, demak, bizani akamizni ishlab chiqarishi bor edi, tekstil. Ulardan sotib olib, Moskvaga sotamiz deganmiz. Bu yerda ham boshqa do'stimiz, u ham xuddi shunaqa sherikchilik bo'lib, Moskvada yashaydi va Moskvadan turib, shuni men bozorlarga sotaman, katta kompaniyalarga sotaman, promo produksiya sifatida sotaman degan ideya edi. Ya'ni juda ham tabiiy holatda foydali bo'ladi deb o'ylaganmiz. Bu yerdan sotib olasiz, xomashyo mahalliy, Rossiya bozoriga sotasiz, chunki ular bizani tekstilni yaxshi ko'radi. Afsuski, biza shu veb-saytini yaratganmiz, yaxshi mahsulot chiqarib jo'natganmiz, mahsulot borgan Moskvaga. Lekin o'tda skladda turib, o'z vaqtida sotilmagan, keyin qoldiqlari qolib ketib, shu bilan keyin biznesimiz yurmagan. Taxminan 1 yil, 2 yil ichida shu narsani tushunganmiz. Ya'ni gipoteza bo'lgan, sotiladi, zo'r, katta bozor, mahalliy mahsulot, u yoqdagi do'stimizning kuchi yetmaganmi yoki boshqa temalarga chalg'igani uchunmi? Ya'ni bitta faqat shu bilan shug'ullanmagan, 2-3 ta biznes loyihasi bo'lgan, yetarlicha vaqt ajrata olmagan bo'lsa kerak va shundan keyin skladda tovarlarimiz qolib, keyin shu 20 mingcha ubudga spisat qilyapmiz. Demak, sotuv bo'limi o'zini ishini yaxshi bajaradi. Sotuv, biznesni rivojlantirish, to'g'ri targeting qilish, ya'ni aynan qaysi segmentga xizmat ko'rsatmoqchimiz, shu savollar yetarlicha va albatta kadr faktori, ya'ni jamoani kuchsizligi. Hali serial tadbirkor dedingiz, seriyni предприниматель. Shu fokusni bitta narsaga qaratish kerakmi yoki haqiqatan seriyni bo'lsa bo'ladimi? Endi agar tadbirkor to'g'risida gapirsak, tadbirkor masalan biznes ta'sischisi bo'lsa, ayniqsa menimcha rivojlanayotgan mamlakatlarda 2 ta, 3 ta, 4 ta biznesni ta'sischisi bo'lishi mumkin. Lekin tendensiya shunga qarab ketilyaptiki, baribir ixtisoslashish juda muhim. Ya'ni bitta kichkina nishani olib, o'sha yo'nalishda katta yutuqqa erishish hozir oson. Endi unda risklar bormi desangiz, o'ta ham riski bor. Mulkni yo'qotib qo'yish, raqobatni qanaqadir adolatsiz raqobatga aylanishi yoki qaysidir monopol kompaniyaga yuzma-yuz uchrashishingiz xavflari albatta bor. Lekin hozirgi kunda mendan so'rasangiz, men ko'proq aynan torroq doiradagi biznesga kirardim. Chuqur,
yuqori demak hajmli kelajagi istiqboli bor, lekin torroq yo'nalishda ishlardim. Bizani biznesga qarasangiz ham HM Partnersda o'zi ilgaridan ko'ra ancha kamroq yo'nalishlar qolgan. Lekin hali ham bizda diversifitsirованный biznes. Tashqi savdo bilan shug'ullanamiz, o'sha uskuna olib kelish, moliya kompaniyalarimiz bor, lizing bilan shug'ullanamiz va coworking markazlarimiz bor va mana universitet. Lekin universitetni bitta o'zimiz emas, bu yerda juda ham ko'pchilik ta'sischilarimiz bor. Shuning uchun bu loyiha mana yaxshi rivojlanyapti. Uchgan proyekt. Mana o'zingiz faxrlanadigan proyektingiz haqiqatdan balki bu finansoviy точки зрения deydi, moliyaviy tarafdan eng samarali, foydali proyektingiz. Bizani tariximizda, biznesdagi tariximizda so'zsiz o'sha O'zbek-Xitoy savdo eng daromadli va eng muvaffaqiyatli loyiha bo'lgan. Lekin u loyiha ham o'zini yakuniga yetdi desa bo'ladi. Chunki davr o'zgardi. Tashqi muhit o'zgardi. Davr boshqa davr biznesi edi. 2006-dan 2016-yilgacha biza O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasida eng katta shu ko'prik vazifasini bajaradigan kompaniya edik. Kichik va o'rta biznes vakillari, biznes egalari hammasi bizani tanirdi, bizga kelishardi. Biza Guanzhoudagi Urumchidagi ofislar orqali juda ham ko'p uskunalar, yuzlab konteyner yiliga uskuna olib berardi. Undan keyin boshqa bizneslarimiz o'zini, demak, ularga ham asos solganmiz. O'sha lizing kompaniyasi. Keyin biznes turizm kompaniyamiz bo'lardi. Ya'ni mahalliy tadbirkorlarni chet elga olib chiqish, ko'rgazmalarga, turli xil tadbirlar. Hali ham bormi? Yo'q, Covid bilan tugadi. Covid bilan yopildi. Shu universitet juda ham go'zal ekan, maza qildik. Rahmat. Buni yurgizish uchun qanaqa marketing instrumentlaridan foydalanyapsiz hozir? Bilasizmi, boshida biza universitetni ochilishi to'g'risida xabar chiqqanini o'zi katta marketing. Bizani bozorda, chunki O'zbekistonda bilasiz, oliy ta'limda defitsit, ya'ni taklif ancha kam talab. 50 chiqib qoldi bu yilda. Yo'q, hali chiqmadi. Biz boshlaganimizda bir 10% edi. Hozir bir 20% ga yetgan bo'lishi mumkin. Ya'ni hamma hujjat topshirganlarni bor yo'q 20-25% hozir kiryapti. Shuning uchun bizani ochilishimiz to'g'risida ma'lumot chiqqanining o'zi katta marketing bo'lgan, bu bir. Ikkinchidan, ya'ni aynan o'zingizni missiyasiz, filosofiyangiz, qanaqa qilib rivojlanmoqchiligingizni to'g'ri yetkazib bersangiz, o'shani o'zi katta menimcha reklama bo'lar ekan va bir narsani tushundimki, oliy ta'limda hamma biznesdagi kabi yoki hamma yo'nalish kabi hammaga yo'naltirish kerak emas. Aynan o'zingizni maqsadli auditoriyangizni tushunib olsangiz, o'sha maqsadli auditoriyaga kommunikatsiya qilsangiz, albatta o'sha ijtimoiy tarmoqlar, veb-saytimiz, qarangki, universitet uchun eng muhim, men bilishim, tushunishim bo'yicha kanal kommunikatsiya bu veb-sayt. Chunki veb-sayt siz ham domlalarga marketing qilasiz. Chunki eng zo'r domlalarni chaqirishingiz kerak. Ham talabalarga va application jarayoni, ya'ni hujjat topshirish jarayoni ham aynan veb-sayt orqali keladi. Shuning uchun veb-saytga qanchalik ko'proq tahliliy, foydali, kerakli ma'lumotni joylashtirsangiz, kuniga kamida 300 ta, 400 ta, 500 ta odam kiradi veb-saytingizga sezon paytida, mavsum boshlanganda. Va shu auditoriyani o'zidan saralab olasiz. Va eng muhim uzoq muddatli marketing bu xursand va happy customer deydi-ku. Happy customer. Aniqlangan mijoz. O'qib turgan talabalar o'zini o'rtog'i, do'sti, qarindoshiga tavsiya qilsa yoki ularning ota-onasi, o'shandan zo'r anaqa yo'q, reklama yo'q. Qiziq narsa gapirdingiz, chunki bizda veb-saytga katta e'tibor bermaydi korxonalar. Demak, bu biznesda veb-sayt juda ham katta rol o'ynaydi. Albatta. Qolgan hamma instrumentlar bu ikkilamchi. Eng muhim narsa sizning veb-saytingiz. Bizni blogimizda juda ham ko'p yoshlar, asosan yoshlar ko'rishadi desam bo'ladi. Va ularga bir ikkita so'zingiz nima qilish kerak? Bizda marketing, biznes, sotuv, kommersiya qiziqqan odamlar shu ko'rsatuvni ko'radi, PR, reklama, kommunikatsiya. Va ko'plar o'zini yo'lini topolmay turganlar ko'p. Oke, men marketing boshlab ko'raymi yo'qmi? Marketing chiqarmakan mendan yo'qmi? Yoki tadbirkor bo'laymi yo'qmi? Yoshlar tanlash juda ham qiyin hozir bunday yo'lini. Shuning uchun sizdan bitta maslahat. Hurmatli uchadi yoki uxladi degan shu ko'rsatuvni muxlislari, meni shaxsiy tajribamdan shuni bildimki, marketingmi, biznesmi yoki umuman biznes ichida o'zingizni startapingizni boshlayotgan bo'lsangiz ham, bizani yoshlarimiz negadir kam o'qishadi. Kam maqola bo'ladimi, kitob bo'ladimi? Ya'ni
data analitika, ya'ni aynan qanaqadir statistika, tahliliy materiallar asosida xulosalar qilmaymiz. Ko'proq tez reaksiya, tez javobga harakat qilamiz. Mani tavsiyam o'zingizni tanlagan yo'nalishingizda yo'q deganda, masalan, haftasiga bitta bir maqola o'qisangiz yoki oyiga bitta kitob o'qisangiz, ancha dunyoqarashingiz o'zgarishini sezasiz. Va muhim joyi faqat biznes adabiyot o'qimang. Bu yerda badiiy adabiyot bo'lsa ham juda ham katta foydasi bor ekan. Umuman dunyoqarashni kengaytirish, biznesni qanaqa ishlashi yoki hayotni qanaqa ishlashini tushunishingizga osonroq bo'ladi. Shuning uchun ozgina ko'proq kitob o'qing, ozgina ko'proq aynan to'g'ri nazariy nuqtai nazardan to'g'ri fundamental yondashing. O'shanda biznesingiz o'zi sekin-sekin tog'ga qarab ketadi. Katta rahmat. Juda ham sog' bo'ling, Shohrux aka. chiroyli gaplar bo'ldi. Sizning loyihangizga omad tilayman. Go'zal gaplar bo'ldi. 100% qo'shilaman. Har doim o'qinglar. Rahmat, sog' bo'linglar. Uchadi uxladi blogimizni keyingi sonida kimni mehmon sifatida ko'rgingiz kelyapti? Albatta kommentariyada yozib yuboring.